O'quvchilar, bugungi darsda sizlar bilan birgalikda o'sha geometrik progressiyani yig'indisi haqida gaplashadigan bo'lsak. Xo'p, e'tibor beradigan bo'lsak, B1 plyusdan demak B2 plyusdan demak B3. Xo'p, aytaylik plyusdan va hokazo demak Bn. Mana bu yig'indining qiymatini toping. Siz bilan biz buni qiymatini Sn deb olsak bo'ladi. Demak, Sn nima ekan desa? Xo'p, Sn demak yig'indi enta xatning nimasi bo'ladi? Yig'indisi, to'g'ri topsiz. Xo'p, men sizga hozir buni qana topishdi, isbotlab ham beraman shu narsani. Ungacha yaxshilab e'tibor bering. Xo'p, masalan, S1 deylik. S1 nima demak bo'ladi? B1. Arifmetik progressiya bilan bir xil. Xo'p, S2 nima bo'ladi o'quvchilar? B1 plyusdan B2. Zo'r. S3. S3'imiz B1 plyusdan B2 plyusdan B3. Shundaymi? Hamma shunga tushunyapti-ya. Endi xossaga tayanib olsak ozgina. Xossa borida Sn dan Sn - 1 da ayirsa nima bo'lardi? Bn. Arifmetik progressiyada ham bormi shu narsa? Buni mana to'g'ri burchakka olib qo'ydim. Ma'ruza yozayotganda yaxshilab yozib olasizlar. Xo'p, bunda savol tug'iladi menda. Misol sifatida olsam. S10 dan ayirsamchi S9 da 80 ga teng bo'lsa, nimaga teng ayirmamiz? Va 10imiz nimaga teng bo'ladi? 80 bo'ladi. Hammalar shumol o'rda ham shu narsani tushunyapsiz? Unda Sn deylik. Sn nima deb olsak bo'ladi? N kvadrat plyusdan 3n. Geometrik progressiyani dastlabki enta xat yig'indisini topish formulasi bo'lsin. Misol uchun bizdan B8 ni topib berilsa-da, B8 topsa, muqaddam maqsad bo'ladi B8 topish uchun. Mana shu yerda. Xo'p, keyinchi S8 chiqadimi? Keyin nima qilamiz? S8 ni ham topib, S7 ni ham topib, ikkalasini ayirsak nima chiqadi? To'g'ri topyapsiz. Demak, S8 dan biz ayirsak ekan S7 ni B8 chiqadimi? Shuni tushunyapsizlarmi hammalar? Demak, S8 topishni endi o'rniga 8 qo'yish kerakmi? Xo'p, qarang. S8 nima teng bo'ladi? 8 ni kvadratda plyusdan 3 ko'paygan 8 bo'lib, 64 plyusdan 24. Javob 86 bo'ladimi? 88 bo'ladimi? 86 degan. Xo'p, endi S7 ni topsamchi. 7 ni kvadratda plyusdan 3 ko'paygan 7 bo'lib, 49 plyusdan 21. 70 bo'lar ekan. Ammo tenglamaga tayansam, B8 im 88 dan ayirish kerak bo'lib javob 18 bo'ladimi? Tushunib olaymi? Qiyin emasmi? Hamma tushunyapti. Endi qarang. Xo'p, hamma tushunayotgan bo'lsa, endi Sn plyusdan 1 teng aytaylik n kvadrat plyusdan 5n. Demak, geometrik progressiyani dastlabki enta xat yig'indisini topish formulasi mana shu bo'lsa. Sal chalg'ituvchi misol ham ko'rib beray sizga. Xo'p, shuna bo'ladigan bo'lsa, menga qarang, bizga topib bering, siz B10 degan savol bersa, endi nima qilish kerak B10 topish uchun? S10 dan S9 da ayirish kerak. Xo'p, S10 dan o'zi aytayapsizki, ayirish kerak S9 da deyapsiz, to'g'rimi? Xo'p, endi men S10 topishim uchun nima qilishim kerak o'quvchilar? S10 topishni nima qilishim kerak? Abduvall nima qilishim kerak? Endi o'rniga 10 qo'ysam, 10 plus 1 S11 chiqib qoladi-yu. Necha qo'yish kerak ekan? Hammalar tushunib oling. Endi o'rniga necha qo'yamiz ekan? 9 qo'yamiz ekan. 9 qo'ysak, 9 da kvadratda plyusdan 5 ko'paygan 9. Nimagaligini o'zlaringiz tushunib oling-a. Agar 10 qo'ysangiz S11 kelib qoladi-da. Agar n - 2 kelib qolganda nima qo'yardim 10 ni yasash uchun? Yo'q, n - 2 kelib qolsa 12 qo'yardim. Shularga e'tiborli bo'lib qo'yinglar. Xo'p, yaxshi. Hisoblasam bo'ladi. 81 bo'ladi. 81 plyusdan 45 bo'ladimi? Javob 126 ga teng bo'lar ekan. Endi sizga savol, mana shunaqangi misollar kelsa ishlay olasizlarmi, yo'qmi? Ishlay olasizlar. Xo'p, endi qarang, men sizga birinchi formulani isbotlashni o'rgataman.
Demak, menga SN ni topib bergin desa, SN ni topib bergin desa, demak, bu holatda qarang, qana usul qo'llaymiz. SN barobar B1, B2, B3 va hokazo Bn bo'lsa-ya. Shundaymi? Shunga tushundingmi? Xo'p, ana endi mana shu tenglikning ikkala tomonini quvga ko'paytirib yuborsam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Ko'paytirsam, quv ko'paygan Sn teng B1 ni quvga ko'paytirsam bo'ladi. B2, B2 ni quvga ko'paytirsam B3, buni ko'paytirsam B4 va hokazo buni bunga ko'paytirsam Bn ko'paygan quv bo'ladi. Xo'p, bu yerda Bn bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Mana buni sistema qilib. Tushunyapsizmi? Sistemani ayirib olish kerak. Pastdan tepani ayiraman. Tushundingmi hozir nima qilganimga? Xo'p, nima bo'ladi? Quv ko'paygan Sn minusdan Sn teng. Xo'p, bundan buni ayiraman-ku. Xo'p, B2 minusdan B1 plusdan B3 dan ayiraman B2 ni, B4 dan plusdan ayiraman nimani? B3 ni va hokazo nima bo'ladi desa, Bn ko'paygan quvdan ayiraman Bn ni bo'ladimi? Deb o'ylab qarasam, xo'p, mana bu yerda B2 bilan B2 ketdi, B3 bilan B3 ketdi, xullas bosh bilan nima qolyapti? Oxir qoladi mana bu. Bu oxir emasda, mana bu oxir, to'g'rimi? Xo'p, ikkalasidan Sn ni chiqarib olsam bo'ladimi, bo'lmaydimi o'quvchilar? Bo'ladi. Qarshida quv minusdan 1 qoladi. Hamma tushunyaptimi? Shetgacha tushundingmi? Xo'p, teng B1 B1 minusdan B1 ekan, minusdan B1 plusdan Bn ko'paygan quv bo'ldi. Endi shu joyda ozgina hisob-kitob qilaman mana buni ustida. Eslingda bormi? Bn ni formulasi Bn barobar B1 quvni n minus birinchisi degan. Ya'ni o'sha geometrik progressiyani n tahadni ifodalovchi formula. Xo'p, natijada o'shani o'rniga qo'ysam, mana bu Bn ni o'rniga shu narsani qo'yib yuborsam, Sn qavshida quv minusdan 1. Hamma tushunyaptimi? Xo'p, teng bo'lar ekan. Xo'p, ishlayapti ekan. Minusdan B1 plusdan B1 quvni n minusdan birinchisi ko'paygan quv bo'lib, mana bu ko'paytmamiz quvni n'isini berishiga tushunasizmi, tushunmaysizmi? Tushunasiz. Natijada to'g'rilab yozaman. B1 quvni n'isi minusdan B1 bo'ldi. Shundaymi? Xo'p. Endi mana shu joyda formulani mana bu yerga yozaman. Mana ikkalasidan B1 chiqarib olsam bo'ladimi? Sn barobar B1 qavshida quvni nimasi bilan? -1 taqsim. Mana buni tomonga bo'lib yuboramanmi? Nima bo'ladi? Quv minusdan 1. Mana o'sha geometrik progressiyani dastlabki n tahad yig'indisini topish formulasi. Menga nimalar kerak ekan desa, B1 kerak ekan mana. To'g'rimi? Nima kerak ekan? Quv. B1 bilan quv bo'lsa topaverar ekanman hamma narsa. Faqat menga nima kerak desa, B1 bilan quv kerak. Endi qarang, men sizga ma'ruza misol ko'rib berishim kerak, to'g'ri? Xo'p, hozirda sizlarga ma'ruza misol chiqarib kelganman. O'sha bo'yicha harakatlanadigan bo'lsak, bizga misol kelyapti ekan. Xo'p, bu tomonga olish kerak ekan. DTM 2019, ya'ni men o'sha imtihonga kirgan yilgi misollardan ekan. O'sha geometrik progressiyani dastlabki tahadini yig'indisi Bn barobar 3 ko'paygan 2 ni n-inchisi ekan. Mana shu formula orqali shu geometrik progressiyani barcha hadlari paydo bo'lar ekan mana shu formula orqali. Endi shartida aytadiki, shu progressiyani dastlabki 7 ta had yig'indisini topgin debdi. Nimani topishim kerak endi men bu yerda? S7 nima? Xo'p, Abdurahmon S7 ni topishim menga kimlar kerak bo'ladi? Xo'p, S7 ni topishim uchun nima kerak? B1 i quv kerakmi? To'g'rimi? Demak, B1 bilan quvni topishim kerak ekan. Shunaqami? Xo'p, uni kimdan topaman? Mana bundan topaman, to'g'rimi? Planim qanday bo'ladi? Endi o'rniga 1 qo'ysam nima chiqadi? B1 chiqadimi? Xo'p, B1 topmoqchi bo'lsam, demak B1 teng 3 ko'paygan 2 ni birinchisi bo'lib 6 bo'ldi. Endi quvni topishni yana nima qilishim kerak? B2 ni topsam, B1 dan B2 necha marta katta bo'lsa, o'sha quv bo'ladimi shunda? Xo'p, endi nima bo'ladi? B2 ni topsam,
3 ko'paygan 2 ning kvadrati bo'lib, 3 ko'paygan 4 bo'lib 12 bo'ldi. Necha marta ortdi? Q necha ekan? 2. Mana formulaga tayansam, nima bo'ladi? S7 teng B1 6 Q 2 ning 7-si minus 1 taqsim 2 minus 1 bo'ladimi? Hammalar tushunyapsizlarmi? Xo'p, hisoblaymiz. 6 ko'paygan 2 ning 7-si 128 minus 1 taqsim mahraj 1 yozish shart emas. 128 dan 1 darsak 6 ko'paygan 127. Endi buni o'zlaring o'sha hisob kitob qilib olsalaring bo'laveradi. Demak, mana bundan chiqadigan yig'inda 127 ko'paygan 6 ga nimalar ekan? Teng. Tushunib olaymi? Endi men sizga oddiy misol ko'rganim yo'q. O'z harakatlanishingiz kerak shunday qilib. Demak, hamma tushunyapti. Shunaqa. Xo'p, endi qarang, navbatdagi misolga o'tamiz. Navbatdagi misolimizda DTM 2019 ekan. 2019. Bu misolga ham yaxshilab qaranglar. O'zi tushunyapsizlarmi bu narsani? Xo'p, endi DTM 2019 da kelayotgan misol, o'quvchilar B17 minusdan 1 ko'paygan B plusdan 1 taqsim qarang, B ni 10 6-si, B ni 15-si, B ni 14-si va hokazo B plusdan 1. Mana bu yig'indan topgan ifodani qiymatini B teng minus 3 dagi qiymatini topgan debdi. Demak, ifodani B teng minus 3 dagi qiymatni nima qilish kerak? Topish kerak. Ana endi siz bilan biz nima qilishimiz kerak shu joyda? Geometrik progressiyaga tushadigan joyi bormi, yo'qmi? Misolimizda. Mahraj tushadimi? Oldin mahrajni hisoblab olishim kerak mana bu yig'indini. Men mana buni nima qilishim kerak ekan? Hisoblab olishim kerak. Xo'p, B1 nima teng? 1 ga teng. Qchi mana tomonga o'sib ketyapti deb olsangiz ham o'ziga oson bo'ladi. B1 1 ga teng. Q nimaga teng? Nechta xat bor? 16 ta emas, mo1 bilan 17 ta bo'ladi. Demak, S nechini topishim kerak ekan? 17. S 17 B1 1 Q B ni 17-si minus 1 taqsim B minus 1 bo'ladimi? Demak, S 17 ni qiymatini topdim men. Tushunyapsiz? S 17 ni qiymati nima teng bo'ladi desa, B ni 17-si minus 1 taqsim B minus 1 chiqdi. Shundaymi? Demak, mana buni o'rniga shu narsani qo'yib yuborsam bo'ladimi? Bo'lmaydimi o'quvchilar? Bo'ladi. Natijada nima bo'ladi? Hozir men sizga ko'rsatib beraman. Qaranglar. Demak, B ni 17-si minusdan 1, ko'paygan B plusdan 1 taqsim B ni 17-si minusdan 1 taqsim B minusdan 1. Xo'p, mana bu bilan bu qisqarib ketdimi? Bu bunga ko'payadimi, ko'paymaydimi? Ko'payadi. Natijada nima bo'ladi? Yaxshilab e'tibor beringlar. B plus qaranglar, buni qiymati B kvadrat minus 1 chiqdi-yu. Dastlab shartida aytgan doskaga qarab turinglar. B ni o'rniga necha qo'yib berishim kerak edi? Minus 3 qo'yishim kerak. Minus 3 qo'ysam bo'ladi, qarang. Minusdan 3 ning qavsdan tashqari kvadrati minus 1 bo'lib, 9 minusdan 1 javob nechaga teng ekan? 8 ga teng bo'lar ekan. Tushunarlimi? Tushundingmi, tushunmadingmi o'quvchilar? Tushundingiz? Endi qarang, sizga hozir men zo'r bitta misol yozib beraman. O'zim birgalikda ishlayman bu misolni xudo xolasa. Qarang. Xo'p, A2 minusdan A1 plusdan A4 minusdan A3 ning kvadrati A6 minusdan A5 ning kubi va hokazo A100 minusdan A99 ning xo'p nechinchi darajasi bo'lar ekan endi hozir? Xo'p, 50-darajasi bo'lar ekan. Bu misolga o'xshagan o'sha detentesa tushadi, o'zim tuzdim. Xo'p, qaranglar. Mana bunday ko'rishda sonli ketma-ketlik ketyapti. Mana shuni qiymatini topish kerak ekan. Mana bu A1, A2, A3, A4 bu arifmetik progressiya ekan. Tushundingizmi? Arifmetik progressiya. Demak, A1, A2, A3 va hokazo AM bu arifmetik progressiya xatlari bo'lsa, A2 dan A1 darsam bo'ladi. D bo'ladi. To'g'ri topdingiz. D. A4 dan A3 darsamchi? D endi kvadrati bor. A6 dan A5 darsam D ni kubi va hokazo A100 dan A99 darsam D ni 50-si. Progressiyani berdim, bermadim? Berdi. Xo'p, tushunyapsiz? B1 nima teng? D ga teng. Xo'p. Qchi? D ga teng. Nechta xat bor? S nechini topish kerak? S 50 teng. B1
D quni n'inchisi D ni 50-si minus 1 taqsim D minusdan 1. Mana shunday ko'rishda qolaverar ekan. Savollar bormi, yo'qmi? Yo'q. Hamma tushunib oldimi shunga? Hamma tushundimi? Xo'p, yaxshi. Endi keladigan savol. Yaxshilab qaranglar. B n barobar 3 ko'paygan 2 ning n'inchisi ekan. Bo'lsa, bizdan so'rayapti. B1 ning kvadrati, B2 ning kvadrati, B3 ning kvadrati va hokazo plyusdan B7 ning kvadratini topgan degan savol berdi. Xo'p, endi bunga qanday yechim beramiz? Juda ham sodda. Oldin biz mana buni topishni o'rganib olishimiz kerak. Ha? Xo'p, qanday bo'ladi? B1 ning kvadrati, B2 ning kvadrati, B3 ning kvadrati va hokazo Bn ning kvadrati nimaga teng degan savolni beraylik. Xo'p, B1 nimaga teng? B1 ning kvadrati. Q nimaga teng? Q ning kvadratiga teng. Qx. Bx deylik. Tushunyapsizmi? Xo'p, formulaga tayansak, formulamiz bo'yicha Sn barobar B1 Q ni n'inchisi minus 1 taqsim Q minus 1 shundaymi-da? Xo'p, endi shu yerda hisoblasak, B1 o'rniga B1 ni nimasini qo'yish kerak? Kvadrati, Q ni kvadrati bo'lsa, Q ni endi 2 n'inchisi bo'ladimi? Minusdan 1 taqsim Q kvadrat minusdan 1. Mana bu yig'inni topish formulasi ekan. Tushundingmi? Xo'p. Endi hisoblayman. Mana hisoblasam menimcha yetadi. S7 teng B1. Mana formula bo'yicha 6. Shunaqami? Q nechiga teng? 3 yerda hisoblaydik-ku. Xo'p, B1 ning kvadrati 36 bo'ladimi endi 6 ning kvadrati? Q 3 3 ta nechinchisi bo'ladi? Q 3 emas, Q 2 ekan. 2 ni qarang. 14-chi bo'ladimi? Minus 1 taqsim Q kvadrat minusdan 1. 3 mi? Bu bilan bu ketib qoldi. S7 nimaga teng bo'ldi? 12 ko'paygan 2 ni 14-chisi minusdan 1 ga teng bo'ldi. Savollar bormi? Yaxshi, bitta yozib olamiz. Tayyormiz? Bo'ldimi? Demak, boshladik. O'quvchilar, bizga DTM 2019 da tushgan savollardan biri geometrik progressiya uchun B1 ga B4 ni qo'shadigan bo'lsak 27, B2 ga qo'shadigan bo'lsak B3 ni ko'paytiradigan bo'lsak natija 72 bo'ladigan bo'lsa, demak bizga S4 ni qiymatini topgan degan savol berishdi. Endi S4 ni qiymatini topadigan bo'lsak, bizga birinchi bo'lib B1 bilan Q kerak bo'ladi. Xo'p. B1 bilan Q kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyda biz B1 Q ni kubi teng 27. Tushundingmi? Mana bu tenglamanichi B1 Q ni kvadrat teng 72 deymiz. Sistema qilamiz. Xo'p. Mana bundan B1 ni chiqarib olsak bo'ladimi? Ha? Chiqarib oladigan bo'lsak nima bo'ladi? B1 plyusdan Q ning kubi 27 bo'lsin. Mana bu ikkalasidan B1 ning kvadrati Q ning kubi 72 bo'ladimi? Xuddi shunday bo'ldimi? Tushunyapsizmi? Endi men mana Q ning kubini topishim mumkinmi? To'g'ri ko'rinyaptimi? Q ning kubi nimaga teng bo'ladi? 72 taqsim B1 ning kvadratimi? Mana bu Q ning kubini o'rniga qo'yaveramizmi? Qo'yib yuboradigan bo'lsak nima bo'ladi? B1 plyusdan 72 taqsim B1 ning kvadrati teng 27 bo'ladimi? Shundaymi? Umumiy mahraj berib chiqamiz. Mahraj bersak B1 ning kvadrati plyusdan 72 taqsim B1 ning kvadrati teng 27. Bu bilan bu ketdi. Mana bitta B1 qoldi. Bu tomonga proporsiya qilib oldim. B1 ning kvadrati plyusdan 72 teng 27 ta B1 bo'lsin. Xuddi shundaymi? Bir tomonga olib o'tamiz. Olib o'tsak, B1 ning kvadrati 27 ta B1 plyusdan 72 teng 0 bo'lsin. Ana endi yig'indisi 27 ga, ko'paytmasi 72 ga teng bo'lgan sonlarni tanlashimiz kerak bo'ladi. 24 3. Demak, B1 ning qiymati 24
Ikkinchi qiymatichi 3. Xo'p. Ana endi sizga savol tug'iladi. 24 ni olish kerakmi yoki 3 ni olish kerakmi? Endi xohlagan bittasini olishingiz mumkin. Shuning uchun men B1 ni o'rniga 3 olsam bo'ladi. 24 olsamchi? B1 ni o'rniga 3 olsam o'suvchi bo'ladi. O'sha sonlar B1 ni o'rniga 24 olsam kamayuvchi bo'ladi. Qarang. 1 2 4 8 B1 da olsam chiqsa, mana bu yerda 3 ta olganimda chiqsa, 24 olganimda-chi 8 4 2 3 bo'lib kamayuvchi bo'ladi. O'sha sonlar yig'intisida farq qilmaydi. Tushundingizmi? Shuning uchun men kichikroq deb 3 ta oldim. Olsam, quni kubi teng 72 taqsim 3 kvadrat. 72 taqsim necha bo'ladi? 9 javob 8 chiqdi. 24 ni olsam, qu 1 taqsim 2 chiqadimi? Qu 1 taqsim necha ham chiqadi? U kamayuvchi bo'ladi. Farq qilmaydi lekin. Xo'p, endi S4 ni qiymatini topadigan bo'lsam, S4 B1 3 quni kvadrati. Demak, qu 8 chiqadimi? Quni kvadrati emas endi. Qu tengi chiqadi ekan. Mo'tayilmagan. 2 ni nechinchisi? 4-inchisi minus 1 taqsim 2 minusdan 1 bo'ladimi? Mo 2 ni 4-inchisidan 1 ayrsam 15. 3 ko'paygan 15 45 ga teng bo'lar ekan. Tushunib olaymi shu misolga? Savollar bormi shu bo'yicha? Yo'q. Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. Qaranglar. A, B, S, D sonlarimiz ko'rsatilgan tartibda A, B sonlarimiz ko'rsatilgan tartibda geometrik progressiyani tashkil etadi. Demak, A, B, S sonlarimiz demak geometrik progressiyani tashkil etsa, demak B1 nima aytgan ekan? A ga, B2 nima aytgan ekan? B ga, B3 nima aytgan? S ga, B4chi D ga teng. Xo'p, bo'ladigan bo'lsa, A minusdan S ni kvadrati plyusdan B minusdan S ni kvadrati plyusdan B minusdan D ni kvadrati minusdan A minusdan D ni kvadrati. Mana shuni hisoblagin degan. Mana shuni hisoblashimiz kerak ekan. Tushunyapsizmi? Xo'p. Endi bunga qanday yechim beraversak bo'ladi? Yaxshilab e'tibor beringlar, bunga qanday yechim bersak bo'ladi? Kvadratlar ayirmasi bo'yicha yoyvorsak bo'ladimi biz shu narsa? Yoki kvadratlar ayirmasi emas, har bittasini kvadrat bo'yicha ochib chiqsak ham. Ochib chiqadigan bo'lsa nima bo'ladi? A kvadrat minusdan 2ac plyusdan c kvadrat. Plyusdan b kvadrat minusdan 2bc plyusdan c kvadrat. Plyusdan b kvadrat minusdan 2bd plyusdan d kvadrat. Xo'p, bu-chi minus a kvadrat. Ha? Plyusdan 2ad minusdan d kvadrat. Xo'p. Endi mana shu yerda a kvadratimiz bilan a kvadratimiz ketib qolsin. D kvadrat bilan mana bu d kvadratimiz ham ketib qolsin. Natijada c kvadrat nima bo'ladi? 2c kvadrat ustiga chizaveramiz. Minusdan 2ac minusdan 2bc yanachi plyusdan 2b ni kvadrati ha minusdan 2bd plyusdan 2a d shuni hisoblash kerak. Endi meni fikrim AD bilan BC ni ko'paytmasi tengmi xossa bo'yicha. Tushunyapsizmi? B1 bilan B4 ni ko'paytmasi B2 bilan B3 ni ko'paytmasiga tengmidi? Tushundingizmi? Xo'p, AD bilan BC teng bo'lsa, qani AD? Mana qani BC? Mana umi? Ikkalasi ketib qolar ekanda. Xo'p, natijada yanada yaqinlashdik, xudo xolasa. 2c kvadrat plyusdan 2b kvadrat. Ikkalasini birinchi yozib oldim. Minusdan 2ac minus 2bd. Xuddi shunday bo'ldimi? Hamma tushunyapti. Endi qarang. Ikkinchi tomonda yana nimani ifodalashi mumkin? B1 bilan B3 ni ko'paytmasi B2 ni kvadratiga tengmidi? Demak, B kvadratimiz nima ekan? AC ga teng bo'ladimi? Tushunyapsizmi? Demak, mana buni o'rniga qo'yadigan bo'lsam, bu bilan bu nima bo'lib ketdi? Qisqarib ketib, natijada 2c kvadrat minusdan 2bd yanada qisqardimi? Endi c kvadratimiz b bilan d ni ko'paytmasiga to'g'ri kelsa, demak mana bu b2 bilan b4 ga b3 midi?
s kvadrat bdga ko'paytirsak, demak, mana buni s kvadrat o'rniga bd qo'yib yuborish mumkinmi ikkalasini ko'paytmasmi? Xossaga tayansam, demak 2bd minusdan 2bd bo'lib, natija nima teng bo'lar ekan? 0 ga teng bo'lar ekan. O'quvchilar tushundingmi? Tushunmadingmi shunga? Tushundingiz? Xo'p, yaxshi. Navbatdagi misolimiz. Demak, kattaroq ekan, joyimiz kam qoldi, shuning uchun buni ko'ra olmaymiz. Men sizga bu tomondan misol ko'rib berishga harakat qilaman. Babu spet qilmas ekanmiz. Demak, mayli, misolni qaranglar. 3 plusdan 5 plusdan 9 plusdan 17. Uzr. Va hokazo. Dastlabki intihod yig'indisini toping shu yig'indan degan. Mana shuni dastlabki intihod yig'indisini toping. SN ni toping. Bu arifmetik progressiyaga tushadimi? Yo'q, tushmaydi. Geometrik progressiyaga tushadimi? Tushmaydi. Endi siz tushadigan holat ko'p qo'ying. Qarab turing, men sizga tushirib beraman. 2 ni birinchisi plusdan 1, 2 ni ikkinchisi plusdan 1, 2 ni uchinchisi plusdan 1, 2 ni to'rtinchisi plusdan 1. Tushunyapsizmi, tushunmayapsizmi? 3 degani 2 plusdan 1, 5 degani 2 ni kvadrati plusdan 1, 9 2 ni kubi plus 1, 17 2 ni to'rtinchisi plus 1. Tushunyapsiz? Oxir nima bo'lar ekan? 2 ni n'inchisi plusdan 1 mi? Nechta son bormaydi? N'ta. N'ta 1 bormi? 2 olsam. N plusdan 2 ni birinchisi, 2 ni ikkinchisi, 2 ni uchinchisi va hokazo 2 ni n'inchisi. Bu geometrik progressiya ifodalaydimi, ifodalamaydimi? Mana endi diqqatdan kelganiga tushundingizmi? N'ta bir sonimiz bor, o'shalarni qo'shdik. Xo'p, hisoblaysak, nima bo'ladi? N plusdan B1 2 qo'y 2, shundaymi? 2 ko'paygan 2 ni n'inchisi minus 1 taqsa, nima bo'ladi? 2 minus 1 1 ga teng. Xo'p, 2 ni n plus birinchisi minusdan 2 plusdan n. Mana yig'indi. Savollar bormi o'quvchilar? Hozir men sizga ko'rib bergan misolim DTM 2013 da tushgan ekan. Xudo xolasa men sizga yana mana shu progressiyalar bo'yicha mana ko'ringlar. Ajoyib bir geometrik shakllar ham topib kelganman. Bularni ham ko'rishimiz kerak mana. Tushundingmi? Endi xudo xolasa bu narsani ertaga davom ettiramiz. Tushunarli? Bugun yetadi.